Do'stlar, hammaga xayrli kun. Yana bitta. Do'stlar, hammaga xayrli kun, kech farqi yo'q. Ahror Alixonov kanaliga xush kelibsizlar. Srazu kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki biz kuxnyani 3-qismini olyapmiz. Bu degani yana ham svejiy va boshqa mehmonlar va ozgina biz pravilani o'zgartirdik. Qanaqaligini hozir sizlarga tushuntirib beraman. Qoidalar o'sha. Ikkita jamoa bu safar qizlar yigitlarga qarshi. Ishtirokchilar har bir 100 ming so'mdan olishadi. Shu pulga mahsulotlar xarid qilib, tanlangan mamlakat oshxonasiga oid taom tayyorlashlari kerak bo'ladi. Shuningdek, bizda juri bor. U quyidagi narsalarni baholaydi. Ya'ni, tashqi ko'rinish, asl taomga qanchalik o'xshashligi, ta'm va pishirish sifati. Qolgan hammasini esa o'zingiz ko'rasiz. Davaychi. Bugun bizning rolikda meni eng yaqin qadrdonim desam bo'ladi. Baburello. Goddamn. Meni kanalimda birinchi marta chiqyaptilar. Latofatli Ruhish. Va postoyanno ko'rgansizlar, anjigarim. Let's go, bro. Koreyadan kelganlar-yu, dudoshli. Bugun xullas ozgina pravilalarni o'zgartirdik. Qizlarga qarshi bolalar chiqamiz. Men bilan Baburello bo'ladi va Ruhish bilan bo'ldi. Biz to'shini yutarkanmiz, Sirada bo'lasiz. O'zi ketursanglar ham bo'ladi. Sirada bo'lasizmi? Xullas biz endi konteynerdan tanlab o'tirmaymiz o'zimiz. Bizga obunachilarning o'zi davlatning nomini yozib yuborishdi. Men Telegram kanalimga qo'yib yubordim. Mana mana chiqadi. Telegramga eslicha obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ladi va bizda ikkita variant bor. Bizni tanlaymiz. Da, biz o'zimiz tanlab olamiz. Bizda faqatgina ikkita variant bor. Bittasi Amerika, ikkinchisi Koreya. Koreya. Okey, qaysi birini tanlaysizlar? Koreya конечно. Koreyalar lekin anu tayyor ramyonni chista bulyon qilib turib tayyorlash mumkin emas. Xullas, o'sha har doimgidek har bitta komandada 100 ming so'mdan pul bo'ladi. Qancha ekan? Bizda, voy. Agar ko'proq bo'lishini xohlasanglar, albatta bizga mana masjidga donat qo'yinglar. Goddamn bro. Xullas, mana masjidga kirib turib, hozir ro'zg'orlarni qilib olamiz va o'zingizlar undan oldin bitta ovqat tanlab olishinglar kerak. O'shani saqlab olishinglar kerak rasmini. O'shanga o'xshash qilib berishinglar kerak. Biza esa qaysi ovqat qilish tanlab olamiz. Tanlab olamiz va ro'zg'orlik qilamiz. Pagnali. Yetadimi 100 ming? Becharamizda endi 100 ming berishdi bizga, bilmadim. Hozir qanaqa ramyon qilishni o'ylaylik, buldak qilsak, Boradigan odamga aytadilar, farqiga boradigan odamga aytadilar. To'g'ri. ChatGPTga yozamiz. Qanaqa karish ovqat qilish mumkin 100 ming so'mga deb bo'ldi. Here we go. Manda motivatsiya yomon, brat. Realno kichkinaligimdan restoranda ishlaganman, realno chosmi? Opit bor, tajriba bor. Qaysi ovqat qilamiz? Amerika-yu. O'tda hot-dog zo'r ketadi, brat. Lekin biz hot-dogga maksimalni normalmi? Buni qirib olsam bo'ladi. Qirib ol. Короче, biz hozir Amerikada burger bor, kartoshka free bor, hot-dog bor. Hozir bizda 100 ming so'm bo'lgani uchun biz hozir narsalarni ko'ramiz va nima olishimizni hozir o'zingizlar ham ko'ra olasizlar. Pagnali. Hot-dog, burger yoki pizza, chunki pizza это Италия. Понял, да? Ставишь. Brat, мы на Чили. Да. Bugun вообще kayf. Реально kayf. Короче, mana bunaqa qilamiz. Agar tokpokki bo'lsa, bu yoqda tokpokki olamiz-da, ramyonni sho'rvasiga tokpokkini solamiz. Tokpoki. Men miyamda tasavvur qilishga harakat qilaman. Men ovqatlarni bilaman, lekin nazvaniyasini bilmayman qizig'i. Chuchvara solsa ham bo'ladi ichiga. Nimadir yasab yuboramiz, ketdik, qorni og'riydigan nimadir qilamiz. Juri biz emasmiz-ku. Xohlasangiz banan sovoramiz. Bechara juri. Bechara juri maza qiladi lekin. Mana ramyon. Voy, meni sevgan ramyonim. Nima bu ovqat qildinglar deysiz, jurini qiynash uchun deymiz. Bizaniki juda ham oson bo'lib ketyapti-ya. Ana ular nima qilayotgan ekan? Men mamti kelganda, Sandan duxin aytadi, masjidda kim balandroq gay so'zini bor. Давай, bir. Начинай. Gay. Gay. Orqamizda opa yomon qarab qo'ydilar. Gay. Gay. Balandroq bo'lmadi lekin. Balandroq bo'lmadi. Rozi emasman. Rozi emasman ekan, necha yibmi bu. Bular ne to'g'rayaptilar odamlar. Day. Yalon. Jinnimisan? Brat olay tormoqchi. Gay. Pul kimda? Pul mandami pul? Manda emas pul. Nima ovqat qilasizlar? Voy, yey.
man yutqizdim. Ketdik, короче. 18 plus biz kelyapti. 7 tuxum ham olishimiz kerak. Bu necha pul edi? 17 mingmi? Bizda xullas 35 ming. Bitta kichkinagina tuxum olaylik. Bozorga borish kerak edi boru. Qarang 10 ming ekan lekin. Bunaqa tuxum ham kerak bizga, chunki xom pishish kerak-da. Liba buni olaylik, liba buni olaylik. Xohlasangiz buni olamiz, выгодныйroq. Bu kichkina nima bo'ladi? Juriga, o'g'il bola kim bo'ladi juri? O'g'il bola bo'lsa bunga qorin to'ymaydi. Bu vashshi boru. Ekonomistkamanda. Oz paket olib kelaman. Olib kelish shart emas. Qo'lim bilan ushadim lekin, может, yengisini olarmiz. Buni yengisinimi? Ha. Farqi yo'q, juriydi-yu, bab. Tuz bunaqa narsalar. Mana o'lchab berishmadi. Menga oyim bozorlik qilsalar xuddi shunaqa yuraman. Hamma narsa esimdan chiqib, 100 marta telefon qilib. Bo'pti, nima harakatimiz? Brat, Harakatimizdan darak yo'q. Non. Gel. Ketdik, non qani? Keyin non qo'yiblar. 70-75 degan va. 90-95 degan va! Mayli, hali yoshda, qalbi yosh, hali beg'ubor bular. Qizlar jamoasi ham o'zlariga pishloq sotib olishdi va deyarli o'z xarid qismlarini tugatishdi. Voy! 5000 so'mlik ketchup, jigar. So, oling mashina. Voy! Ketdik, brat. Qani bo'lmasam, bizani отделimiz bu. Xullas, tushundingmi o'sha? Ha, Esendan qachondir qilmoqchi edik-ku. sosiska. O, axirora kichkina pipiska. Скажи arbuz. Arbuz. Иди на. Aka, krevetkani bering. Nima? Krevetka? Tushunmam. Krevetka harom-u. Biz yeymiz-ku, babu juri yeydi. Shunga mayli. No, если что, sizlarga hali beri aytmaymiz nima qilayotganimizni. Hozir rasm ham ko'rsatmaymiz. Oxirida o'zingiz nima qilayotganimizni bilib olasizlar. Lekin bu oldindan aytib qo'yaman, hot-dog emas. Hot-dog emas. Biz saskani boshqa narsa uchun olamiz. Babrol ko'tib ketib. Mana постоянно gapim bor. Abrikos. Bo'ldi, boshqasi bo'ladi. Baba hech nima boshqa pulimiz yetmaydi boshqa narsaga. Men bitta uriylik demoqchi edim, bizda nalichka ko'tarim. Hozir necha pul bo'ldi bu? 105 ming. Qanaqa 105 ming bo'ladi rostdan ham. Mana buni olmaymiz bunda. Yedirmoqchi edim men Zuriga. Zato tushvaramiz bor. Shor. Bizda narsalarni oldik. Voy. Biz esa navbatda bulочка oldik va shu paytda Keling, faqat videoga tushasiz. Babrollar bilan tushmaysiz faqat. Yes. Voy. Easy, brat. Mayli. Easy. Bor, chetirab tur. Xafa bo'ldim do'stlar. Meni ko'chada ko'rsanglar iltimos, rasmga tushinglar men bilan. Men xayrlashganda o'pib ketaman sizlarni. Jim. Mashhurlar bilan gaplashmayman. Nima olamiz? Sir. Necha pul ekan men bu? Necha 10 pul ming ekan? so'm, 10 ming so'm. 10 ming, 21 ming. Necha pul? 30. 99 ming bo'ldi. Paketi bilan paket 600 so'm bo'ldi. 99 ming 600 so'm bo'ldi. Endi biz ham ularni kutamiz xullas hozir. Davay, brat. Kulib yururmay, brat. Nima qilamiz? Amerikanskiy hozir qilib beramiz. Nima ismi nima ekan? Malika. Nima? Cho'zil. O'lan boksga borishi bor, borganman. Bosh. Lug'atchiga bor ozgina. Tsarskiy necha pul ekan? Skолько? 14 ming jigar. Bo'ldi, mashina olamiz. Go'sht olaylik 140 mingga. Assalomu alaykum. Hoji bizga markavchi kerak edi, примерно 200 gramm. Bo'ldi, yetadi, zo'r. Tak, nima yana kerak? Yana nima bo'ladi? Chips. Necha pul bu hozir? 69 ming. Ya, 6800 ming. Voy. Это антизавоз, buni kesib tashlaysiz montajga. Yo'q, mashina 3 marta qo'y. Ket. Jim, urma, meni ham onam tuqqan. Brat. Ochilgan versiyasi bor. Arabская жизнь нелегкая. Но ее надо придерживаться. Mashinaga hech nima prikol qo'ymaydi. Bo'ldi, menimcha jigarim yetsa kerak. 57 ming so'm bizda hozir, yana 20 35 ming bo'ladi, nimadir olaylik. Shampun qachon olaylik? Iltimos. Yurmayapti ekan. Qani operator? Axir menga yoqmayapti, to'g'risini aytsam. Mana, pomidorlarni solgan, hatto nimadir qilib tur bu hayotda, nimadir, пожалуйста. Короче, birinchi pomidor. 4 ta yetsa kerak. Sosal.
Shuningdek, sabzavotlardan 2 ta pomidor oldik. Ладно, все. Ke, o'lchatib ke. Tezlash. Xullas biz hozir bitta ovqat qilib, unga garnir sifatida kartoshka fri beramiz. Это yaxshi. 3 ta etadi deb o'ylayman. Nima unaqa tozasini olmading? Sani dilingga o'xshab turib xira ekan. Voy, Paydot! Abrikos, stros kokos, mango, pivo и насос. Кейн Velasquez and Margaret Gray, Человек-паук. Voy! Priprava olamiz ana unga. Kartoshkaga yibbat ketadi. O da. Mana. Или perchik olamiz ama. Perchik. Tegmisiz? Pashon! So'kishlarimizdan pip qoriylar, iliji. Qoriylar. Давайте biz mayonez olamiz. Letin. Va nihoyat xaridimizni mayonez bilan tugatdik. Bizda shot rovna 82 ming so'm chiqdi. Ровно 82 ming. Zo'r. Men buni oldim 10 ming so'mga 92 ming bo'ldi va mana bitta mana qolib ketdi. Переход. Biz pastani Berlindagi filialga ham ko'chib keldik. Endi esa ichkariga yo'l otlanib ovqat qilamiz. Nima ovqat qilasizlar? Aytmayman, o'zingiz ko'rasizlar. Sizlar nima qilmoqchisizlar? Yetmaymiz. Ketdik. Давайте. Mana men sochimni yig'ishtirdim. Endi biz qo'l yuvamiz. Mana bu gelmi shunda? Quyuq gel ekan bu. Quyuq gey, Как будет соперник, оппонент? dushman. Biz hozir bizdan dushmanlarimizni lokatsiya respawnidamiz. Mana 2-3 marta bo'lib qoldi-yu, o'shani qo'yib yuboringlar. Men ketdim. Bo'pti, kelinglar, Dondonziki, qaranglar. Yutqizgan odam mana bu yerda turadi, yutganlar yo'qda. Biza shart emas, biz shu yerda turamiz. Shu turadingizlarmi? Shu turamiz. Bo'ldi, все. Men o'ynayman. Bitta o'ynay. Don. Против пока нету знака. Все, o'ynashib turasizlar, все, yes. Hozir. Sprite ichsa, kekiradi. Odam. Voy, блин, hozir termoyadерный bo'ladi. 1, 2, 3. Nima bor? All right. Yaxshi bo'lsa. Давайте. Давайте boshlaymiz. Menga Ruxshona syomkadan oldin yozdilar-da. Men bilan hazil qilmang. Men hazil qilmay dedim siz. Menga lishni gapirmang dedi. O'shaning uchun Men tushunmayman. men ularni do'dosh bilan qo'yib qo'ydim. Biz Babarilla bilan termoyadерный qilamiz. Yo'q, o'xshamadi. O'zbekchasi. Voy, skоворodka o'zbekchasiga nima? Cho'mich. Tova. Ofitsiant o'zbekchasiga nima bo'ladi? Girton. Girgitton. Красивый o'zbekchasiga qanaqa bo'ladi? Chiroq. Ahror. Gadda! Yaxshi. Nimaga biz ey! Noroziman. Egoist o'zbekchada qanaqa bo'ladi? Baburello. Yes! Edit, Isagiyochikov, edit qorasiz. Yo'q, pashonlar. Bo'ldi, все. Nimaga bizani Ko'rmoqmiz birozda, nimalar bor ekan. To'xtab turing, ko'rmayman, voy. 3 balli sistemani tushuntirib bering. Bo'ldi, ko'rib oldik. Hop, kekirib yuboraman, yerimga tegmay. Birinchisi, agar menga ko'proq kompliment etsanglar, bu +1 ball. Mayli, hazillar. Senga kompliment etsa +1 bor, lekin -5. Javob qani? Javob chaqiringlar. Yo'q. Qizlarning tuxumlarini olib qo'ydim, bekitib qo'ydim. Birinchi ball kim tezroq ovqat tayyorlasa, ikkinchi ball. Siz nimaga to'xtang? Nima sizlar shu narsani bilib turibsiz? Nash hamma gaplar qirqorish. Men pravo bo'ldim. Menga qiziq emas yutishga Men pravo bo'ldim. Men pravo oldim bittada. Bo'l, hamma gaplarni qirqoringlar. Biza короче, nima qilmoqchimiz? Da, to'g'ri tushundinglar, xuddi qilamiz, lekin sal boshqacharoq, ozgina boshqacharoq bo'ladi. Buni videoni davomida o'zingizlar ko'rib olasizlar. So, let's go, boshlaymiz, go. Babarilla, har bitta. Şey. Tusho. Давай. Oy, oxirgi. Yes! Edit, top 10 edit moments bo'ldi hozir. Endi men nima yuvaman? Otdingmi obratno? Qaytadan. Давай. Kommentariyada Ruxshona Nima siz Ruxshona deysiz? nima deydi? Ruhish deymi? Yo'q, farqi yo'q. Ruh 1 B. Rux 1 Rux 1 W. Дорогой дневник. Sizni anaqangiz qo'shningiz dushman bo'ldi, sezdingizmi? Nima demoqchi edingiz men haqimda? Bo'pti, gapiring, men shu qiziqib keldim. Kommentariyada Ruhish qizil rubashkada deb yozaveringlar. Red flagmi? Ha, bo'l, qochinglar, pichog'im bor. Nima bunaqa o'xshab turibsiz? Nima qilish kerak? Tushunmayapman. Ey. Sorry. Ketdi mana.
Bo'ldimi? Voy brat, men buni qanaqa qilaman? Shogibor, просто to'kordi gaz. Koreyada yomon minus vay bo'ldi-da. Aytib beraymi? Короче, biz aniq Mana bashi gapini tezlashtirib yuboring. Mani urmay. Nima tegma? Patentlangan bu. aytib berishga qo'ylari unda. Davay, et. Keyin anaqa Ey! Har bitta donasiga kommentatorlarning o'zi javob bersin. bo'ldi, aytmayman. Tezlashtirishlar shart emas o'zi. Короче, qara, nima qilamiz? Короче, har bitta заведениyaning oldida krili deydigan odam bor, где-то. Yaxshi ekan vkusi lekin, menga yoqdi. Odam. Buniki uborka qilishimiz kerak, bilasizmi? Qilasiz? Qilamiz. Bo'pti, xullas. Biz do'stlar ishni boshlaymiz. Bularga o'xshab turib ko'p gapirmaymiz. Ye. Adekvatnimisiz? Hozir nachosimizni yeb qo'yib, adekvatniman demoqchisiz. Nima qilibdi bitta ikkita oldim. O'shani hammasini solmasangiz. Ruhiy red flag deb yozib yuboringlar, bo'ldi. Mayli, roziman. Voy, bednini yoqdilar oxiri. Bedni sizsiz bo'tdi faqat. O, pravez bor-u. Ming bor uzr. Bratim, yema. Bitta testирование. Yo'q, brat. Haqiqiy chef-povar ovqatini yemaydi. Baburello hozir sir kesyapti. Undan keyin bulchkalarni tayyorlaymiz, o'rtasini kesib va ushbu sosiskalarni skоворodkada qovurib olamiz. Pagnali. Ahror zo'r ekan. Ahror. Ha, Zo'r ekan. ma. Yutqizdingiz. Bu yerda biz butun jamoa bo'lib juda uzoq vaqt ovqat pishirish uchun ishlatiladigan plitkani yoqishga urindik. Tak, do'stlar, men hozir sosiska kesib turaman. Biz hali ishni boshlamadik. Bizga suv qaynashi kerak dedi. Aytdim-ku, qalbim bilan chustib chiqib keldim. Dudosh qilarlar hammasini deb. Voy! Qani tuxum? Tuxum. Rustam, Bobur, berib yubor. Skоворodkani jigarim. Jigarim bir-birimizga yordam berib ko'raylik. Nima bo'lar ekan? Shu paytda biz frityuradan bepul yog' olayotganimizda bizani mahsulotlarga hujum boshlanib, biz chalg'ib qoldik. Bitta narsa kelishmoqchimiz. Yo'q, kelishmaymiz, keyin. Kelishmaysizlarmi? Nima? Yo'q, nima demoqchisan? Bo'pti, Tuxumga sosiskalarmi? Yo'q. Yo'qmi? Bo'ldi. Она уже спрятала. Я увидел, ko'rdim, bekib qo'ydi. Bermayman. Ahror, следи. Ajratdinglar. Voy! Ovozsiz qaytaring joyiga. Yo'q. Tuxum. Men to'g'ri istayman. Hozir Baburello nihoya qilmayotgan payti men sosiskani qovurib olaman. Hop, bizda ayb bo'lmasa nima qilayman? Bizning aybimiz nimada? Yashayotganingizda. Nima aybim yashayotganimda? Yashayotganingizda. Bo'ldi. Kommentatorlar, iltimos, o'zinglar ruhshona naglist deb yozib olinglar. Iltimos, kommentatorlar Ahrorni neadekvatnost deb yozib qo'yinglar. Aksent bilan gaplashaylik-chi, nima bo'lar ekan? Bizga tuxum kerak. Hop, qayerdan topamiz? Sosiskamiz qani, jigarim? Yara hozir hal qilib beraman. Biladim, bitta qizdan sosiska olmayapsanmi? Ya, откуда знаю, реально. Девушкangizga o'tiribdilar, aytib beraman sana. Ugrozani qara. Aytib beraman девушкangizga. Ugrozani narxi bilasan nechi pul? 82 ming. Qashshonli. Sizlar podskaska mana shu tarafda. Nima podskaska berishing kerak bizga? Sosiskalar yo'q payti men hot-doglarni bulchkasini tayyorlab turaman. Men bu qaynayapti. Men bu qaynab ketdi. Beringlar, пожалуйста. Nachosni nima yeb qo'yasizlar? Qarab tur, ruhiy, u narsa chop ketishmasin, men qilaman. To'g'ri, eng важный narsa menga topshirilyapti. Qarab qo'rqilab turish, agar shuni ham eplolmasam bilmadim. Yana bitta skоворodka bormi? Mana shuncha skovod. Rahmat sizga kattakon. Arzimaydi. Red flag hammasizni kommentariyada o'chirib yuboringlar, mayli. Mana bundan yeb ko'rasizlar? Yo'q. Вот так, да? Oy. Pasaytir. Pasaytiraylik, bratim. Брат, она точно. Нормально. Спокойно dedim men bor. Ketdi. Давай. Kiday. Egoist. Kiday. Oy. Unaqa qo'yma. Bir neakkuratni ishlashyapti, nomayli o'g'il bolalar. Uzoqdan ot. Mani ismim bor. Olim aka. Bo'l, tolib, davay. Namuncha ko'p qilyapsizlar? Oy. Yo'q, bu ko'p. Ot. Bu ko'p bo'ldi. To'xtang, bu. Shoshmang.
Keyin kesib turaman ungacha. Tak, do'stlar, men ungacha bodring to'g'rab turaman. Bodring qanaqa to'g'riladi, ey? И всё? Voy, 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 voy. Voy. Men kim qo'yib qo'yganman bu yoqqa? Ahror. Bitta bulochkamizga tegdi-da, azoblandi bittasi. Qizlar shorida chuchvara tayyorlashga o'tishdi. Biz esa sosiska qovurdik. 9 ta qo'g'iramiz, 9 ta. Chunki 9 bu Suarez. Mani ismimni hali ham bilmadingiz, ha? Baburellomi? Yes! Isming Baburello. Yo, ismingizni bilmayman. Murod. Murod. Murod fil. Hayvon desangiz ham bo'ladi. Do'stlar, пока что hammasi normalnikka o'tdi. Mana shunaqa qilib to'g'rash kerak, to'g'ri xot-dogga. Men xot-dogga bilmayman, но примерно shunaqa. Xot-dogga qanaqa kesiladi? ChatGPT dan so'raylik. Скорее всего, вот так вот. Net, net. Tegmay. Hop. Slikrsiman. O'sha qizga o'xshadingiz lekin. Slikrsiman. Sizlar qiladi. Shipon. Hey! Bodringimizni o'g'irladi. Pichoq bor, o'ynashma. Bo'pti, Molmayman men senga, qo'ymanmi? Qoch ketgin bu yoqdan, iltimos. Jelatinni umuman davlatdan ket. Bor, Koreyanga bor. Dudosh jinni deb yozib yuboringlar kommentariyada. Ahror pikmi deb yozib yuboringlar kommentariyaga. Yozmanglar. Eng qiyin ishni men qilaman. Men bularga qarab turibman. Bloger Gore в семье deydi. Mana shuni ochib ber, mana shuni ochgin. Ocholmasdi hech buni. Ya Superman. Qizlar hech nima qilmayotgan paytda biz masalalarni tayyorlaymiz. Tak, bizga idishcha kerak. 2 ta sondan keyin men o'sha bo'lemeni tayyorlashni o'rganib oldim. Men bu ichidagi narsalarni solmaymizmi? Agar ukam bo'lganingizda mana shu turib yotgan bo'lardingiz, hamma joyingiz ko'karib. Shunda siz hozir ugroza qilyapsiz menga, to'g'rimi? Bemalol Ne bu pilmeshka solib qo'ydinglar bunga? Filmeshka? Sen nimaga hazil qilyapsan? Voy, o'zimda. Qizingga aytib ber, ha? Bo'ldi. Nima bo'ladi keyin bilasanmi? Qaranglar do'stlar, kollaboratsiya bo'ldi. Mana bitta такой пельмешка qilamiz, chiqamiz. Bonus. Agar Noir Nabiyev mana shu пельмешкani yesa, значит bu yil uylanadilar. Let's go! Juda ham katta ish qilaman. Hozir ichiga ham bunaqa ziravorlar qo'shyapman. Tak, do'stlar, sirlar bor va bodring bor. Bodring nima ekan desanglar, chunki qolganini miskaga sovordim. Uni qo'shamiz, yana 2 ta bodring bor. Nafsaki to'g'rilab qo'yaman. Bizda pomidorlar bor, pomidorlarni ham to'g'rayman. Bratim, bo'ldimi? Tayyor bo'ldimi? Всё, bemalol olaver tagida sekin-sekin. Vaqtimiz ham kam, jigarim. Da? Kim tez bo'lsa ham bal beriladimi? Ha. Точно, давай. Endi ovqatimizdagi rangiga rang qo'shildi. Idishcha kerak menga, Ahror, support, tez. Men ishlayapman. Nimadir yordam bering, brat. Jigarim, men ishlayapman. Darmayapmiz, ha? Brat, подавай-то реально. Tuxumni olib berib yuboring. Bizda bodringlar tayyor bo'lib qoldi va pomidorlarga o'tamiz sekin-sekin. Bodringlar tayyor. Shu pomidorlarni hozir yuvib kelib, ularni ham to'g'raymiz. Yesman. Yo'q, chunki bilaman, nimadir so'raysiz lekin. Yo'q, so'ramayman. Minnat qilasiz, ozgina. Yo'q, mana o'zim yo'qman-ku, серьезно. От чистого сердца beraman. Реально. Da. Yerga tushib ketdi-yu, ko'rdimi? Молодец. Я горжусь тобой, брат. Men, короче, hamma narsa ingrediyentlarni tayyorlab turaman. Uni tayyorlaydigan sen bo'lasan. Давай. Ага. Давай сплоченно будем работать. Давай сплочим. Давай и oxirida o'pishamiz. Давай, go. So, yes. Full videoni o'pishganimizni ko'rmoqchi bo'lsanglar, Telegram kanalimga o'tinglar. Mana bitta QR kod bor. Mashina qo'yib yuboringlar. Mana bitta QR kod bo'ladi, skaner qilib o'tsanglar bo'ladi. Bizlar hozir tuxumni olib, suvga solib, uni qaynatyapmiz. Mana katta anaqani, bu yerda pilmeshkalar, bu yerda bizani juda ham shirin, juda ham appetitniy ramonimiz tayyor bor. Kutinglar, rezultat oxirida zo'r bo'ladi. Xullas, do'stlar, men pomidorni to'g'rab turibman, lekin ozgina plan bo'yicha ketmayapti. Chunki hamma buyoqcha oqib ketyapti. Onam darma yetsam deganida men ishonmasdim. Endi ishonyapman. Onasiz yaxshi ko'raman, ona. Abrikos, troskakos. Tak, do'stlar, biz hozir buni qo'yryapmiz. To'g'ri qotgan degan umiddaman. Biling, men shu realni yaxshi ko'rinyapti-da, ularniki. Bitta iflos qilaymi shunda. Xullas, bizda ingrediyentlar tayyor. Endi esa biz sekin-sekin kartoshkaga o'tsak bo'ladi. Nimadir yo'qotdi. Yog' solish kerak edi o'shaning uchun. Nima qo'ysan, jigaram? Bля. Chichording, jigaram. Voy, mana Chordimi? Men tushdimmi? Men Voy, mana. Meow. Nima bo'lyapti? Mani kulgandan
Shundaylar, короче. Yosh bolalarni prikolni bo'ladi. Ебаная хуйня. Sen egoistsan, sen hech qachon yutqizishing kerak emas. O'shaning uchun harakat qilinglar. Амоша, помогай мне, пожалуйста, подсказывай мне. O'zbekchada gaplashaylik, jigaram. Амоша, yordam ber. Qo'rqib ketdi. Qo'rqib Ketishdan qo'rqadimi? Men kartoshkalarni yuvib oldim, archib oldim. Endi esa yuvib olaman. Anunga ham qolsin, juriga ham qolsin. Bulchkalar ham orada tayyor bo'ldi. Qizlar jamoasi esa finish chizig'iga yetib qolishdi va so'nggi ingrediyentlarni qo'shishni boshlashdi. Xorazmliklar. 90-95 tilla. Ay, sirri sotamiz. Necha pulga? Yo'q, har bittasini 0.5 ballga sotamiz. 1 2. Biz nima uchun harakat qilamiz hozir? Puliga emas, boshqa narsaga sotamiz. Keyin men seni maqtab qo'yaman, bitta. Hammasini ol unda. Dudosh, Nima sotilyapti bitta? prikolniy deb yozvoringlar. Sotib. Yo'q, bo'ldi. Nima sotildi hozir? Bizning sirimizni biz hozir biznes qilsak bo'lardi hozir. Men shu narsani oldinroq aytmadim menga. Короче, завоз будет в том, что у нас хуй. Узор, конечно, наверное. Limonad. Бабурелла. Surqash. Зубной зубочистка. Zubnoy shitka? Zubachistka kerak deyapti. Akalar, zubachistka yo'qmi? Итак, hamma assalomu alaykum. Bugun bizda Baburella cooking bo'ladi. Va bizani cooking jarayonimizda biz hozir ketchup bilan mayonez qo'shamiz. Voy, Jigarim, men o'z ishimni boshladim, ya'ni kartoshkalarni qovuryapman. Do'stlar, biz mana shunaqa hot dogni mayonez bilan ketchup bilan surib qo'ydik. Qaynadimi, nima bo'lyapti bu? Noir aka, Nodir aka, ming bor uzr aka. Tualetda 1,5 soatga qolib ketsangiz, ming bor uzr. voy bil. Biz kartoshkani tayyorlab bo'ldik. Nodir aka, ishoning, eng zo'r kartoshkalardan bittasi chiqdi, chunki men tayyorladim. Hamma yog'larini silkitib tushiryapman, chunki bu svejiy bo'lishi kerak. Tushib ketdi, voy. Voy! Ketdi. Brat, nima qilyapsan? Voy! Brat, yutqizdik biz. Nima bu? Do'stlar, o'zimni maksimumni ko'rsatdim. Restoranda ishlamaganman. Jinnimisan, brat? Brat, normalniy-ku. Uyuqniku. Voy, Давай этот сыр хотя бы поставим. Bechiringlar. Hozir yeydi-da shuni. brat. Королевский, брат. Royal. Biz yutqizdik, ishoninglar. Ебаный. Я четко рассчитал 8, 8 рассчитать qildim. Bittasini yeb qo'ydi. Chort. Ana, men длинный tarafı. Nima qilyapsan? Bratim, ishon. Voy, bля. Esa idealnisini olamiz. Chop, bittalik qilaylik, brат. Yo'q. Bizaniki lekin ishoninglar, yeb bo'lmaydigan darajaga keltirib berdi. Bo'p, хорошо. O'zi biz plan bo'yicha uzun hudud edik, lekin bizda Baburella degan bir maxluq bor, bilaylik. Shuning uchun bitta хотя бы akkuratni qilishga harakat qilamiz. Bizda hot-dog o'xshamagan bo'lsa ham, garnir sifatida kartoshka frimiz bor. Да, точно, yutamiz. Biz уже успеть qilmadik, jigarim. Брат, хватит хавать, помогай даже, вот сышка. Короче, biz New York City kartoshka fri qilmoqchimiz, shuning uchun ham plavlinni sirni ustiga qo'yib yuboramiz. Frilarning ustiga. Mana. Betzel ustidan ozgina, ko'p emas. Garnir tayyor, kartoshka fri o'zim tayyorladim. Hech kim yordam bergan emas. Do'stlar, shu joyda bitta pauza qilamiz. Pastiga juda ham katta minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Biz уже syomkani tugatib bo'ldik. Ular mendan reklama so'rashmagan edi. Shunchaki minnatdorchiligimni bildirib qo'ymoqchiman. Pasta Berunidagi filial juda ham katta. O'zinglar ham ko'rdinglar. Pastaga kattakon rahmat. Biz esa videoni davom ettiramiz. Pagnali. Hammaga assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Mana bugun meni Aqror yana degustationga chaqirdi. O'tgan safar kela olmadim, Samandar keldi. O'shaning uchun bugun yana keldim. Qani ovqatingni olib kelinglar endi. Qizlar, shu yerda ham telefonda qarang. Tayyormisan? Ramyonmi? Bizga Ramyon girl. Koreys oshxonasi chiqdi. Annyeonghaseyo sonnim. Mag'opasayo. Koreyadan o'rganib keldingmi? Vavash takoy chiqqan. Men o'zim Zo'r chiqqanlik. Lekin mana shu Aqrorlar nimadirlar aralashtirib qo'yadi. Yo'q. Yo, aralashtirmadik. O chuchvaralari ham bormi? Ha, andazash. Takoy time ramyoniga o'xshabdi.
Siragan to'xtab turinglar. Issiq sirasi minus. Tilingizni kuydirdi qarang. Bizaniki issiq emas, sovuqqina bo'ladi. Yesa bo'ladi. Tuxumini ham ye. Xudosh o'g'sim keldi, mana shu qadar tayyorlab berasan. Voy. Chorasini yedingmi? Yedim, yesa bo'ladi, yaxshi. Okey, получается, siz o'zingizni fikringizni уже qilib oldingiz. Da. Bo'lmasam, biza o'zimizni ovqatimizni olib kelamiz. Uzun gigantskiy hot-dog qilishga qaror qildik. Guinness rekordi urgan hot-dog bu. Guinness. Давай. Okey. Uy, sig'at. Ne mana bu sir erimagan. Ne sir erimagan. Itak plavlinni-da. Давайте yeng. Qarang aka. Nimam bitdi? Sizlaringiz yig'ilib qolgan bo'lishi mumkin. Doqsi gigantskiy bu. Voy! Uning uchun uzun anaqa yo'qmidi? Baton. Mana shuni faqat yeng bo'ldi. Yaxshi. Нормально? Normalmi? Okey. Menga ko'proq anaqa yoqdi. Fli yoqdi menga ko'proq. Oo! Voy, azgina pishmay qolibdi. Voy, aka yaxshilab yeng-chi. To'yimli-da, amerikanskiy aka, qarang. Kaloriyasi ko'p. Men bitta nima? KFC'mi? Ey, ты что делаешь? Ey, Jovo! Bo'ldi, zo'r. Всё, в принципе, tushundingizmi? Men tushundim taxminan. Endi esa ballani berish marosimiga o'tsak. Ketdik. Mana ovqatlarni ham Nodir aka tatib ko'rdilar. Endi esa ular bizga ball berishadi. Endi men to'g'risini aytadigan bo'lsam, bolalarniki to'yimliroq deb o'ylayman, конечно. Juda ham to'yimli. Men bitta yeganimda yoqishni boshladi. Yes! O'sha yoqish anu sayskalari, sirlari ham boshqacha, o'zgacha. Endi ramyonga keladigan bo'lsak, to'g'risini aytadigan bo'lsam, Do'dosh, men shu ramyonni men uyga berib olaysam. Yo, hazil albatta do'stlar. Bugungi o'yinimizda menimcha bolalar g'olib bo'ldi deb aytolmayman, qizlar g'olib bo'ldi. Yo, rostdan men ramyonni yaxshi ko'raman, chotki pishiribdi. Bizda даже rasm ham o'xshamagan. Nima bu aqro? Baburelloga 3 ta gay deb yozib yuboringlar kommentariyada. Iltimos bor-ku. Ot kim ideyasi edi? Meniki? 4 ta qilish. Buniki. Shuni eng yomon ideyalar bundan chiqadi, raqam. Shunda bular yutishdimi? Ha, qizlar g'olib bo'ldi. Xullas, Nodir aka kattagon rahmatga berganingiz uchun, addushi. Qizlarni tabriklab qo'yamiz. Hammasi hazil edi. Endi o'zingizlar ham tushunasizlar. Tabriklayman sizlarni. Hammaga kattagon rahmat. Albatta kanalga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmanglar, chunki bu eng katta qo'llab-quvvatlab turgan momentinglar bo'ladi. Sizlar bilan Aqro Alixonov va shunaqa ajoyib komanda bo'ldi. Ko'rishguncha xayr do'stlar. Давайте!